DC avtomat va perakdanliklarni to'g'ri tanlamasangiz, bu siz yong'inga olib kelishi mumkin. Tashlamayapti. Chunki nimagaki, bu yerda minivoltlik 20 amperlik qo'ygan. Perakdanlik bilan ham sinab ko'ramiz. Bu yerda ikkita panelimiz plus minus qilganmiz. 1400 volt tokimiz bor. Yo'q, tashlamadi. İçideki 25 amper. 16 amper olsa tashlash mumkin edi. Tokimiz mana. Tokim past deganlar uchun o'chirib ham ko'ramiz. Benim 269 volt. Biz plus minus noto'g'ri ushlab turibmiz, shuni hisobiga minusda ko'rsatyapti.